Assalomu alaykum aziz birodarlar. Abdulla Hoji Begimiz kanalining ishqibozlari. Mana Andijonda Baliqchiston G'ulom akam kelgan domla. To'g'ri ekanmiz akasiz? To'g'ri ekdim. Akalar endi mana shu yerga guvohga o'tyapti. Mana shu olchalarga tagiga qo'yamiz mana endi. Mana ikkalasiga atina eksperiment hisobida malinani tekshirish uchun, gilozni tekshirish uchun, kalibrini tekshirgan insonlar bor ekan, katta bog'i borlar, o'shalarga dokument qilish uchun qilyapmiz. Mana bizga quymaganmiz. Mana G'ulom akam hozir mana shuni ko'rsatib beradi mana. Mana shuni uzvoldiga hozir mana bir xil mana shuni mana. Bir xil. Hozir nariga solishtirib beramiz. Mana quyilgan, bu quyilmagan. Mana quyilgan, hozir ko'rsatamiz shuni. Mana shunga qo'yib bering, yonma-yon tursin mana shu. Mana shu kun solishtirmoqchi, farqi bormi yo'qmi? Mana. Mana mendan ko'rsatib beraman hozir. Bo'ldi, G'ulom aka. Ko'rsa bo'ldi. Katta kishnali. Ham tez qizaryapti, ham yirik. Xudo xolasa. G'ulom akam guvoh bo'ldi mana. Hozir G'ulom akamlar o'zi bularga hozir Begimiz sharbatdan kelishgan ekan, prosta ularni iltimos qildim, shu guvohchilik qo'ytinglar deb. Hammaga manfaatli bo'lsin. Hammaga. Yolg'on yo'q, Xudo xolasa. Mana mashinaning nomeri. O'rtang'iz oti nima edi? Uni ham olmasak bo'lmaydi. Ha, Husanbek. Husan aka. Sen tushib qo'ygan endi kim? Olcha haqiqatda farq qilmabsizlar, ko'rdingizmi? Bor-a farqi? Katta kichikda farqi bor. Yaxshi. Glaziklar bemalol foydalansa bo'lar ekan, malina, ha? O'zi Andijonda bani Paxtaboddan og'ayni bor, malinachi. Gruppasiga tashab qo'ygan, hali Xudo xolasa bittaga shashtiradi bizni. Xudo xolasa mana idishlarga quyib berdik hozir. Topgani shu bo'pti. Endi Xudo xolasa o'zi bir haftadan keyin bular shoshib qoladi, Xudo xolasa. Yaxshi bilan ko'rishaylik, ha? Salomat bo'linglar. Bugun 19-20 mi? 20-may bugun, Xudo xolasa. Salomat bo'linglar, Abdulla Hoji Begimizlar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Dehqonlar uxlab qolmanglar, iltimos. Hozir narsa yenglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlarga tushuntiray deganimizki, mana elchilar ko'rsatdik, elchi anchagina yiroq bo'lgan, Andijon olganimiz guvoh bo'lishdi. Endi bizga ham tamom endiki videoni ko'rsalar, Xudo xolasa. Mana Andijonda akalarimiz olib ketgan, Bolgarskiy bilan ko'p narsaga qo'yib qo'ygan ekan, endi bizga video tashlab olibdi. Yemak kunida o'tib qoldi inshaalloh. Xudo xolasa ham shuna videolar chiqib qoladi. Odamlarga isbot qilish uchun mana videolar tashlab qo'yapti. Kimligi emas bizdan chiqib qolgan, juda ko'p odam olib ketgan aslida. Yozuvdan olib ketgan edi, Andijondan olib ketgan edi, Namangandan olib ketgan, Farg'onadan olib ketgan. Farg'onada vaynida ishlayotgan o'yinlar, Qo'qonda o'yinlarga jo'natib olgan. O'zimiz Dang'arada o'yinlar Andijonga borib yurgan. Endi qaysi video tashlagan bilmaymiz, amaliga yaxshigina farq qilyapti mana. Isbotlangan narsa, Xudo xolasa. Mana begona odamlar kuyib ko'rib ham mana video qilib tashlayapti, xolasa bu. Andijon akani bizga tashlagan videosi. Bolgarskiyni ko'ringlar bo'ldi. O'shancha qo'yinglar. Bo'pti, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, salomat. Toza narsa yenglar, sog'lom yashanglar. Tinchlikda ko'rishaylik. Assalomu alaykum Alisher aka, men Andijondanman. Buyog'imizni mana balgasiga solinmaganlarni qarang, mana maydalarini. Mana endi mayga ozgina oshib qoladi, olib ketdim Andijondan. Aka, endi buni qarang, solinganlar bitta yo'lda. Buni qarang. Alisher aka. Buni qarang, solinmagani bilan solinganning farqini ko'ring. Alisher aka, buni qarang, bo'yini mana. Mana Alisher aka. Mana shu yo'lda oxiri solinmagan. Endi o baqlajonda ko'ring Alisher aka mana. Mana bu yerga solinmagan, mana. Mana solinmagan, mana. Endi bu yerni ko'ring, mana solinganlar. Bu yashnab ketganini qarang, katta bo'lib. Alisher aka, mana. Toza narsa yenglar, birodarlar, mana. Alisher aka bu yerga mana solingan, solinmaganning farqi.